Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz Samarqand viloyat Bozorxon tuman o'zimizda Juma mol bozorida. Akalar, ukalar, bugungi sanamiz 27-sentyabr 2025-yil hafta kuniga shanba kuni. Qo'ldan kelgancha Bozorxon Juma mol bozorini narx-navolar haqida qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Mehnatimizni qadrlagan holda bittadan like, podpiska, mana shu video kengroq tarqalishi uchun like'larni bosib qo'yamiz. Akalar, unda biz videoni boshlaylik. Biz akalar, ona bola sigirlardan boshladik. Ona bola sigirlarni udarlari chiqqan. Sutini olish bo'yicha nasllari ham ajoyib. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Necha pul deyapsiz? 45 million? Necha pul savdo bo'lyapti? Bozor 35 million so'rab, baq 31 million so'rayapti. 31 million so'm hozir savdosi bo'lyapti. Necha litr suti bor aka bu? Bolasi Novosha deyilgan. Birinchi tug'ishiga 31 million so'm savdosi bo'lyapti. Akalarimiz savdo qilyapti. Novoschasi udar ekan. 31 million so'm savdo bo'lyapti. Birinchi tug'ishi deyapti. Sütün nechta deyapti? 10 litr suti bor deyapti. Novoschasiga 5 ketdi. 31 million so'm savdosi bo'lyapti akalar. Birinchi tug'ish. O'zimizni mesnasiymi yo nima? Paradasi bormi? Angizga chatishi bor ekan. Bu Angizga gibrid, ha? Angizga gibrid. Ala u kisnafatchi. Bolasi ham to'qol. Bolasi ham zavodskiy to'qol. Angizga gibrid. 31 million so'm savdo bo'lyapti. Novoscha nima deyapti? Qizil Isonni bolasi deydi. Nima deyapti? Amandim? Aka bu savdosi necha pul savdosi? 50 million. Bolasi nima? Istonmi? Limuzin? Limuzin gibrid deyapti. Kallasi nima deyapti? Necha pul savdo bo'lyapti? Voy bu. 50 million. 50 million so'm savdo bo'lyapti. Gap yo'q. Ha, 50 million. Sutga chiqaman aka. Ha. Kim deyapti? Ana bu. Bolas. Gap. 50 million savdo bo'lyapti akalar, 50 million. Sigirimiz hali Kimchalar yuvosh, bo'shligiga qarang. Uchgan sizlarga tegadi. Aka, mol sizdanmi?
Aka bu mal sizdanmi? Ha. Nechi pul deyapsiz? 13 milyon. Ha? 13 milyon. 13 million bolasi qaysi? Mana. Bunisi ha? Mana. Buni Bu kes. ikkichi ekan. 60 million boza birinchisi so'radimi? 50 har. 51 50 ha. Bu sizda nechtalar bor? Nechtaga 22 garantiya beradi? 22. 51 million so'm savdo bo'ldi. Yollan sigan. Savdosi bo'lyapti hozir. Mal kimniki? Siznikimi aka? Ha, bizlar. Yo'q, nechinchi to'g'ri bu? Gallanmi parada? Birinchi to'shi galam bilan chachishganda qo'chasi. Gallan bilan chachishgan, ha, bolasini? Ha, Bolasi g'inajicha. Nechi pul deyapsiz? 75 deyapti aka. 34 Nechi pul suti savdo bor. bo'lyapti? 56 ga so'rab ketib bermadik agasi. Ha, nima nechi pul savdo bo'lyapti? Hozir alim ham savdo bo'lgan yo'q. Savdo bo'lmadimi? Ha. 56 million so'm so'rayapti, ha? Ha, bermadik-da. Sizda nechta dedingiz? 130 ta sut beradi. 30 litr sutiga javob beryapti. 50 54, 55, 56 gacha savdo bo'lyapti, to'g'rimi? Shuni bermadik. Ya, bu ishtasi yegan qilib o'zimizni ilmli akalar savdosini qilyapti. Oltin bilan. Assalomu alaykum, boy yaxshimisiz? Sigir nechi pul deyapsiz, ey? Seyirni oldim. Nechi pulga oldingiz? 35 million. Bolasi irg'achmi? Ho'kizcha. Nechta litr suti bor? 15 ta. 35 million so'm oldi akamiz sigirga, baraka topsin. Ay, sigir savdo bo'lyapti aka. Nechi pul savdo bo'lyapti? 30 million. 30 million. O'n litr sutiga javob beryapti. Bir baraga derasan. Akram. Aka bu muallimda bilib turiblar chaqirib keldi. Aka sigir bor. 30 million so'm jazman savdo bo'lyapti. Bolasi nima aka buni? Ho'kiz. Bolasi. Baraka 2. Bolasi Greyford qo'yilgan. Greyford? Bu istonga qo'yilgan. Suniy qo'yilgan. Suniymi? Bolasi ham bir 4 oyliklar bor-ku. 4 oy bo'ladi. 4 oy bo'ladi. 30 million savdo bo'lyapti. 30 million so'rayapti. Qayermaysan? Hozir. Bering aka, zo'r pul bo'pti. Mana 25-26 so'rash. Yaxshi. Bozorda. Manasini ovozcha. Boy sigir nechi pul deyapsiz? 30 kan. 30. Boza bir nima so'radi? 25 million. Ha, Sardarni bitta olib qo'yinglar. Ha, ilmlik boy bo'lar hozir. Bitta katta 70 millionlik Yison 30 million so'm baho qo'yilyapti ekan akalar mana shu sigirimizga. Azbekda orqa ko'rinish. Azbek. Ey молодец. Shaholi balonlar. Bolasini ovozcha. Bozor nechi pul so'rayapti? 25 million so'rayapti. 25 million so'm so'rayapti ekan. Danlima suti nechta? 10 ta suti bor. 10 litr suti bor deyapti. Ekan.
Balasi yirik katta mollardan qo'ldangancha ko'rsatib o'tamiz aka. Boybo, nechta pul deyapsiz buni? Balasi nima boybo buni? 30 aka. Nechta pul deyapsizlar buni? 28. Bozor nima so'radi? 23 so'radi. 23 million so'm so'radi. Qaysi savdo bo'lyapti? Bo'ldimi? Ha? Bo'ldi. 100 ming deydi. Shularni oldi polvonlar. Polvonlar kelyapti. Nima bo'lyapti? Narxlar aytdingmi? Ha. Ilg'or polvon. Aytaman deydi, to'ng'izi. To'ng'icha. Bozorchi. Bozor qanday bo'ladi, ey? Voy bu. Bana bola seyircan nech pul deyapsiz? Nech pul deyapman? Ha. 25 ta. 25 bolasi nima? Bozor birinchisi so'radimi? Buni 19 ya. 19,5. 19,5 ga yo'q, qo'shilsa ketar. Nega? Yarim million savdo bo'lib ekan. Bolasi irg'ach. O'kisha? Irg'ach, ha? Irg'ach. Voy bu seyircan nech pul deyapsiz? Ha? Nech pul deyapsiz buni? 23 deyapmiz. 23. Bozor nima so'rayapti? Bozor nech pul so'rayapti deyman. Bozor 19 qildi. 19 bolasi nima? Bolasi qachi? Irg'achimi? 19 qildi 19. Bersangiz bo'lmaymi yo kammi? Keladi daliyana. Keladi, ha? Keladi. Hali bozor hali bor-ku. Ha, boradi bozor. Odamlar endi kelyapti. Oluvchilar endi olyapti-da. Shunday. Boybo buni bolasi qaysi? Mana balasi. Rozi. Mana rozincha ekan bolasi. Nech pul deyapsiz boybo buni? Ha? Nech pul deyapsiz? 25 deyapmiz. Bu nechinchi o'sha qarimi? 3-balasi. Uchinchi bolasi. Bozor biri nima so'radimi? Bozor 20 million so'rayapti. 20 million? Yo'q. 8 taga beradi. 10 tasi bor 8 litrga beraman deyapti. Ekan. Bozor 20 kam deyapti. Nimji? Salom. Ola. Bozor qanday bo'lyapti Baxtiyorda? Nimaga? Odam yo'q. Oladigan odam yo'q. Odam yo'q. Oladigan odam o'zi yo'q. Puli bor odam kam. Ondan bizga zayd boshlasa, Ha. qo'llab quvvatlab tursa, Rahmat. nasib qilsa mana shu mol bozorlar chiqmaylar, chiqaradi. Bos. Rahmat Baxtiyor tog'a. Las bola. Ana yolg'on gapirma YouTube'da. Mana gap. 20 million savdo bo'lyapti.